Hürmetli vatandaş, leksiyalarımız ahırlaştı. Endi siz bilen muhakeme kılaylı. Bugünkü 2020 yıl 9. ayının 23. günü çarşamba. Ben başta dedim, Şərqdə Tayvan, Qərbdə Uyğuristan, yani Şinjan. Tayvan doğrusu sizlerə yetkizgenlik yani biz təhlil kılamadık. Amerika Qoşmuş Ştatlar Devlet Meclisi oturup koygan iki kanun mesela Tayvan'ın tecavüzçülük hükümlüşün çekleş kanunu. Yani birisi nimeydi? Tüngellik siyasi sözüldük. Şu kanunun roy büyüsü sözlerine sözler. Yani onun kırgızılgen mezmunlarda 3.1. Prezident Sayınvini Amerika'ya teklif kılış. Amerika'da Devlet Meclisi'nin umumi yığını notuk sözleşke teklif kılış. İkinci, bir cüngol siyaseti Amerika Qoşmuş Ştatlar hükümeti allaqaçan əxlət sandıqıga taşlib etediğen iş idi. Allaqaçan. Üçüncüsü, Amerika Qoşmuş Ştatlar Tayvan bilen diplomatik münasibətdə əsli kəltirişini oyluşup görüş. Yaki əsli kəltirişini oyluşuş. Oyluşup görüşlemez, oyluşuş. Şu 3 nokta oturuğa çıktı. Mesela Sayın ben Prezidentini Amerika'ya teklif kılış degen sözünün mənisini vatandaş xuddi başka devletlerinin devlet prezidentlerini Amerika Qoşmuş Ştatlarga teklif kılgandak bir iş. Bunun içindeki en caranlık söz nemi deydi? Amerika Devlet Meclisi'nin azaları börcüngül siyasetini Amerika allaqaçan əxlət sandıqıga taşlib etediğen iş idi. Amerika'nın her nöbetlik prezidentleri ta ki Prezident Trump kişi. Yani Prezident Trump emas, Prezident Trump bunun sırtıda Prezident Trump Aksaray kırgıç boğan arlıqdaki her nöbetlik prezidentla şahat ötedek cüngünün bir cüngü siyasetini, bir cüngü degen prensipini təkitlep geldi. Prezident Trump ındaq emas. Yani Prezident Trump birinci bulup, Aksaray'a kirip birinci bulup, Tayvan'ın prezidenti Sayın bilen tilpinde sözleşti. Bu 2017 yılı 5. ayının 10. günü etrafıda yüz verdi. Mana hazırgacha Prezident Trump Amerika Qoşmuş Ştatlarının Tayvan bilen boğan münasibetini kadem yukarı götürüp geldi. Hazır emdi torbetleri nemdeydi, yaki uruş, yaki tiç yolu bilen. Hazır Cunanxay çüş görüvatıdı, çüş deydi. Şendiniz mi? Cunanxay çüş görüvatıdı. Korkusu işinin lağıldap titrevatıdı. Muşundaq torbetleri kilovatkan gepler. Sebebi neme? Eğer Tayvan'ın ornu yukarı götürülse, mübada Amerika cüngü Tayvan, cüngü yok buna diyeceğim ama Amerika Tayvan bilen diplomatik münasibetini asli keltirirse, iş nim oldu? Meyada bir parça haberini sizlerge yetkizemedim, tayarlap kelgen edim. Bu haberde nimi deyilgen deysiniz, hürmetli vatandaş? Prezident Trump belki hiç kütmegende, hiç kim kütmegende, Tayvan boğazı yeni vaziyet yartıda, Chimpokong. Onu isler, Chimpokong, bilisler. Hakikaten hazır bu Chimpokong'un sözüge seliştiyorsanız mı? Prezident Trump nemiş kıldı yakından biri? Mesela Balkan yerimi aralada Seripla bilen Kosovoluklarının macrasını bir taraf kılıp ittifaklaştı. Mesela Otri Şərqdə nemiş kıldı? Bahreyn Arap Birleşme Halpiliğini İsrail'e bilen yaraştırdı, normal münasibetini əsli keltirdi. Prezident Trump'ın en büyük namayendisi başkalarını koyup durun, Tel Aviv'den İsrailiye'nin payitahtını Tel Aviv'den Yerusalim'e götürüp geldi. Yani Kuddus şehriga götürüp geldi. Başında alametle teşvik elçileri de, teşvik muhiti yartış, teşvik vaziyeti yartış. Bu yerde Chimpokong nimdeydi? Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yığında prezident. Chimpokong nimdeydi? Chimpokong kütmegende, hiç kim kütmegende Tayvan boğuzu da yeni vaziyet yaratıdı Prezident Trump değil. Yeni vaziyette. Endi Tayvan'da atlap gelip üzümüzden takdiri karaylı
Uyg'uristondan masalan majburiy emgak bilan ishlangan barliq mahsulotlarning Amerika bozoriga kirishini cheklash bu bir qonun. İkincisi mecburi emgakni to'xtatish bu bir qonun loyiha. Hozir muhokama qilib Avam palatasi qo'yildi, hatto ma'qullikdan o'tdi. Men tunugin dedim vatandaşlar hozir iqtisod siyosiga, iqtisod sohasiga o'rilib siyaset meydanidan iqtisod sohasiga kirib keldi. Bizning qarapayim tilimiz bilan aytganda siyosiy mustamlika yoki siyaset bo'yicha mustamlika, iqtisodiy mustamlika, iqtisod sohasi bo'yicha mustamlika. Biz shundoq deymiz, hozir aldirab kongress a'zolari buni demaydi. Deymizmi shu sohaga kirib keldi. Uyg'urlar to'g'risi bugungi masalada hozir sizga diqqat qiling deganimdan men so'z demoqchi bo'lgan leksiyam bundaqki vatandaş 9 ayının 20. günü Texas ştatida Chirkoda Devlet İşler Katibi nutq so'zlab nima dedi? Şinjan yoki Uyg'uristonda kishilik huquq masalasi, diniy e'tiqod masalasi to'g'risi to'xtaldi. Boshda aytdik, Xitoyning vahshiyligini hozir Uyg'urlar qaratgan siyosatning vahshiyligini Natsistlar partiyasining vahshiyligiga solishtirdi. Bu bir kettima 20. günü. 23. günü endilikli devlet meclisinin var. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumiy yig'inida nima dedi? Bu yig'inda yana kelib xalqaro kishilik huquq xitobnomasini xotirlagan kunda. Bunga boshqa gap ketmaydi. Hozir siz diqqat qiling. Amerika matbuoti xabar qilib bunda ko'rsatdi. Prezident Trump hukumati Beijing hukumatining Uyg'urlarga qaratgan bostirishlarni irq yo'qotish yoki etnik yo'qotishda bekitishni o'ylashyapti. Xabardor kishilar nima dedi? Buni yaqinda yoki pat arada qarori chiqardi, belgilaydi dedi. Prezident Trump hukumati qarori chiqardi, belgilaydi. Bu yerdagi etnik yo'qotish, ingliz tilidagi genocide yoki Uyg'ur tilidagi soyqirım. Uyg'urga qaratgan siyosiy jungoning soyqirib. Siz shuni o'ylab bakın, tasavvur qilib bakın, agar Amerika Qo'shma Shtatlari Uyg'ur masalasini, kishilik huquq masalasini, jazo lageri yig'ib olish masalasini soyqirım deb bekitadigan bo'lsa, Prezident Trump hukumatining qaroridan o'tadigan bo'lsa, buning keynidan nima ishlarning yuz berishini bir Alloh biladi. Bir hozirgi reallik, dunyoning realligi kutib turdi hurmatli vatandosh. Men yuqorida aytdim, Prezident Saying'ni Washingtonga taklif qilish, davlat majlisi doklad berish, uyushtirish, bir jungo siyosatda allaqachon axlat xaltasiga tashlab etish kerak edi. Tayvan bilan normal diplomatik munosabatni asliga keltirish hammasi deyilib qoldi. Sizning tarixdan battirdik gaplarınız o'ttirg'i chiqib bo'ldi. Reallikda so'zlashga tegishli gaplar o'ttirg'i chiqib bo'ldi. Deyilishga tegishli echivitidan pardalar echivitildi. Parda ko'tarildi. Hamma ish deyilib bo'ldi. Endi faqatla kutayotganda dunyoning g'arb shamili. G'arb shamili qaysi siyoqda va qaysi tarzda va qaysi kuch bilan Tayvan bo'g'oziga kirib keladi. Qaysi kuch bilan Tayvan bo'g'oziga kirib keladi. Agar mushu so'z Amerika matbuotlarining og'zida, yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati Uyg'uristonda bo'layotgan kishilik huquq nafsandachiligi to'g'risida irq yo'qotish yoki etnik yo'qotish agar soyqirım bilan qaror chiqarib, qonun chiqarib yoki qonuni asos bilan ta'minlab bu Amerika Qo'shma Shtatlari Prezident Trump hukumatining belgilishidan qarordan o'tadigan bo'lsa, tasavvur qiling, hurmatli vatandoshim, Uyg'uristondagi kishilik huquq masalasiga xalqaro jamiyat qanday muomala qildi? Hozir Fransiyaning prezidenti Macronning pozitsiyasini yetkizdim. Bunun da qisqacha to'xtalibdi. Yana hozir Jungo'ga nazar tor betida yetib keldi. Men vaqtimga qarab to'g'rilab uni tarjima qilib sizlarga bir ko'rsatay Macronning so'zini. Vatandoshlar xalqaro jamiyatdan diqqat. Hozir mana qarab turing, 3 buyuk davlat
Amerika Qo'shma Shtatlari, Fransiya prezidenti Makaron, Angliya Buyuk Britaniyaning tashqi ishlar ministri Dominic Raab 3 davlat Uyg'ur masalasini bu qatim prezident bu qatim Birlashgan Davlatlar Tashkilotining umumiy yig'inida ko'tarib chiqdi. Endi Xudo Amerika Qo'shma Shtatlari madad bergin. Biz sendan shuni talab qilamiz. Bizning qo'limizdan keladigan shu. Yuqorida biz yaqinda 1 million deb keldik, 2 million deb keldik, hatto 3 million deb keldik. Nazarband qilinganlarni bu so'zni Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mudofaasining muavin ministr darajalik amaldori Randy Schreiber eg'izga elibdi. 12 kishilik huquq tashkilotlari va radio uyabiyalik uchirganda so'zlaganda ba'zilar yolg'on deb turib oldi vatandosh. Altıs aktif odamlar borda maningizda. Xitoycha aktivlik qilgan aktivlarni ham to'la. 3 million Randy Schreiber o'zi og'zi qilib yolg'on dedi. Endilikda mana Netanyahu, Avam palatasining a'zosi Netanyahu, Jungo Kompartiyasi Uyg'ur to'g'risida Oqtoshlik kitobida ixro qilgan materiallarga asoslanganda 8 million. Demak, 8 million Uyg'ur nazarband qildi. O'ylab keling. 8 million Uyg'ur. Oxirida yannem debdi, perdening orqasida nima ishlar yuz berdi? Gap mana mayada, hurmatli vatandoshlar, bu millatga Xudodan nusrat va yordam talab qilamiz.